Gaffarov Sardor. Allah ilmingizni ziyoda qilsin. Gaffarov Sardor. Allah ilmingizni ziyoda qilsin. Mana hayotda unda qilamiz, siz buni ushaysiz. Bu aorta qisiladi-ya, davleniya qattiq hosil bo'ladi. Turbaningda bosib tursan, shlankani suv o'tayotgan. Nima qiladi? Bir yoqda davleniya tushadi, bir yoqda ko'tarib ketadi-ya. Ko'pchilikning davleniyasi bitta chiqadi-ya, tepada chiqadi-ya. Tanani boshqa yoq yaxshi sezmaydi, to'g'rimi? Потому что diafragma qisib, aortada katta qon tomir pastga qarab ketayotganini yovib, tepaga qarab ketgan, 3 ta mozgga ketgan, подключичный, надключичный, верхний конечный, грудной обеспечениyaga ketganlarni hammasi ashaqqa 2 barobar emas, 3 barobar. Если tanani mayt qisilib turgan bo'lsa, bo'lsang bir 3 dan 1 bo'lib turibdimi? 3 dan 2 qon ketmayaptimi bu yoqqa yaxshi? 3 dan 1, mayt 3 dan 2, mayt 3 dan 1 bo'lib qolyapti-da. Balans buzilyapti-da. Mana boshqa beryapti davleniya. Ensa, lob, timinnoy вообще chiqib ketay deydi. Timinnoy o'zi bu venozniy davleniyaga javob beradigan joy. Mana arterialniy bu kirib ketayotganda уже nagruska bilan прямо talpaning ichida qisilib turganingda bir baqotiroq odam yursa bilasizlar, u baqotiroq odam yura biladi-da, hammani siqib, sitib o'tib ketadi. To'g'rimi? Og'ritib, anam nervist etmaymi? Методика, представленные методики все знали. Методика МИР, лечебная безлекарственная методика. Чистка позвоночника, tibetskiy metodika, именно позвоночникning karishyoklari bor, karishyoklari. Shu itogidamda qisilib kelib poзвоночникning chetida karishoklar qisilmaydimi? Keyin nima bo'ladi? Impuls tormozit etadi-da, izначально hamma narsa butun turibdi, hech narsa buzilmagan hali. Prost dup etganda qon chastishni yuradi. Bilasizlarmi? Shlankaga o'xshab to'lib yurmaydi qon, to'lkamaydi-da, unda yuradi. Buyoqlarda tamiri yopishib qolibdi degan kasalliklar bor. Eshitganmisizlar? Обращение nachar bo'lib, bilasizlar, grijja protruziyalari bor. Ayrim odamlarda восстановление bo'lmaydi. 1000 priyom qil. 1000 priyom qil bo'lmaydi. To'g'rimi? Shunaqa belgilar bor-ya.